og'riqlik mavzu, ichimdan yorilib chiqqan mavzu to'g'risida gapirmoqchiman. Lekin bugun faqat biznes to'g'risida emas, bugun umuman fikrlash to'g'risida gaplashamiz. Qalbingiz og'riyotganini tushunmasdan, nimaga istingiz chiqib ketayotganini tushunmasdan dori tiqorish kerak emas-ku. Bizni fikrlashimizga kimdir qachondir miyamizga shunaqa fikrlaysan deb tiqib qo'ygan. Millionta bahona bor. Bahona bo'yicha kitob yozsangiz, menimcha bestseller bo'ladi. Kritik fikrlash bizda juda katta muammo. O'zi nima biznes bilan shug'ullanayotganingizni bilasizmi, yo'qmi? Biz shabloncha fikrlaymiz. Savdo tushib ketsa, nima qilishimiz kerak aslida? Ko'pincha yo narx tushiramiz, yoki nasiyaga beramiz, yoki reklamani kuchaytiramiz. Hammasi shablon. Biznes boshqarish aslida bu shablonlardan chiqib ketish. Biznes boshqarish bu aslida kritik fikrlash. Bozorda do'kon ochsangiz, o'zidan o'zi zo'r bo'lib ketavergan paytlar bo'lgan. Qani edi o'sha paytda qaytsa edi. Lekin afsus, zamonlar qaytmaydi. Kamida tadbirkorlarimiz shu narsani tushunganda edi, qanaqa zo'r bo'lib ketgan bo'lar edi. Mavzu qiziq bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum. Biz hozir Sapanji ko'lidamiz, Turkiyada. Hozir shu ko'lni oldida ajoyib bir o'rmonli joylar bor ekan. Shu joydan syomka qilyapman. Va bu safar odatdagidek endi har xil mavzular atrofida ko'rsatuv qilyapmiz, lekin bu safar og'riqlik mavzu, ichimdan yorilib chiqqan mavzu to'g'risida gapirmoqchiman. Odatda mavzular ichidan yorilib chiqishi kerak. Tuxum kabi. Tuxumni tashqarisidan agar yorsangiz bir omlet bo'ladi. Agar tuxum ichidan yorilsa, bu jo'ja bo'lib keyin bir xo'roz bo'ladi. Va bu mavzu ham ichidan yorilgan mavzu. Ya'ni fikrlash mavzusi. Buning ishlash tarzini ko'proq odam anglashini istardim. Demak, boshidan boshlashga to'g'ri keladi. Shoshma, buyruqlar qatori haqida gaplashmayapmiz. Bu yil hammasi haqida gaplashyapmiz. Butun tizim haqida. Kelajak uniki. Bu hozirdanoq ma'lum. Kritik fikrlash bizda juda katta muammo. Ya'ni kritik fikrlashni bilmaymiz. Biz shabloncha fikrlaymiz. Misol uchun biznesga qaraydigan bo'lsak, biznesda savdo tushib ketsa nima qilamiz? Biznesda savdo tushib ketsa yoki aksiya qilamiz yoki chegirma qilamiz. Lekin bugun faqat biznes to'g'risida emas, bugun umuman fikrlash to'g'risida gaplashamiz. Bu fikrlash nafaqat biznesda, bu fikrlash har bir kasbga tegishli bo'lgan mavzu. Biz shabloncha fikrlaymiz. Bizni fikrlashimizga kimdir qachondir miyamizga shunaqa fikrlaysan deb tiqib qo'ygan va bu narsadan qochaylik degan taklif. Va shu mavzu qiziq bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Ilgari 30 yil oldin, 25 yil oldin qaysidir biznesni deylik ochsangiz yurib ketavergan. Nimadir borib Xitoydan olib kelsangiz sotilavergan. Bozorda do'kon ochsangiz, o'zidan o'zi zo'r bo'lib ketavergan paytlar bo'lgan. Qani edi o'sha paytda qaytsa edi. Lekin afsus, zamonlar qaytmaydi. Yangi zamonda siz qayerdadir zo'r bo'lishingiz kerak, biznesingizni yurg'izishingiz. Bu yondashuv qilish uchun biz avvalambor fikrlashimizni to'g'rilashimiz kerak. Ya'ni fikrlashimiz shabloncha bo'lishi kerak emas. Fikrlashimiz kritik bo'lishi kerak. Ya'ni kritik fikrlashni, asli fikrlashni o'rganishimiz kerak. Birinchi shabloncha fikrlashga bo'lgan bitta yondashuv bu men bosh og'rig'i bilan solishtiraman ko'pincha. Deylik sizni boshingiz og'risa, xudo ko'rsatmasin, boshingiz og'rib qolsa, nima ichasiz odatda? Odatda yo sitramon ichamiz yoki odatda trimol ichamiz, shu kabi dorilarni ichamiz. Nimaga bunaqa dorilarni ichasiz degan savolga, chunki qachondir kimdir bizga tavsiya qilgan, shu miyamizda o'tirib qolgan. Demak, shu dorini
shu kabi dorini ichishimiz kerak muammoyimizni, ya'ni bosh og'rig'imizni olib tashlash uchun. Endi tegi yetishimiz kerak. Bu shabloncha fikrlash, nimaga biz sitramon yoki trimol ichyapmiz. Kritik fikrlash degani nima degani? Kritik fikrlash deganda biz tushunishimiz kerak. Boshimizda nima sodir bo'ldi? Nimaga hozir boshimiz og'ridi? Agar bosh ichiga chuqurlashadigan bo'lsak, tomir darajasiga chuqurlashadigan bo'lsak, endi bosh og'rig'ining sababi ko'p bo'lishi mumkin. Bosh og'rig'ining sabablaridan bittasi bo'lishi mumkinki, bu tomiri kengayishi. Tomiri kengayganda normallashtirish uchun qaysi kimyoviy element kerak? Bizga kimyoviy elementga tushadigan bo'lsak, bu kofein. Demak, agar hozir biz tekshirib ko'radigan bo'lsak, Google ga kirib, sitramonda yoki trimolda qancha kofein bor deb savol beradigan bo'lsangiz, taxminan bir tabletkasida 30 milligram kofein bor. Trimolda ham taxminan shu 30 milligram kofein bo'lsa kerak bir tabletkasida. Endi qarang, bizga aslida sitramon kerakmi yoki kofein kerakmi? Mana kritik fikrlash qanaqa bo'ladi? Bizga sitramon emas, bizga kofein kerak. Bizga ya'ni kofein degan kimyoviy element kerak. Sitramon shunchaki transport vositasi xolos. Ya'ni kofeinni sizni o'sha tomiringizgacha yetkazib beruvchi transport. Bir taksi yoki avtobus deb qabul qilasizmi, farqi yo'q. Bu kofeinni yana qaysi transport bilan biz miyamizga, shu tomirimizga yetkazishimiz mumkin? Miyamizga, tomirimizga, miyali tomirimizga kofe orqali yetkazishimiz mumkin yoki choy orqali yetkazishimiz mumkin. Bitta espressoda, bir kofeda, espressoda taxminan 40-50 milligram kofein bo'lishi mumkin. Bu degani biz hozir boshimiz og'risa, qayerdadir tog'da bo'lsak, oldimizda apteka bo'lmasa va oldimizda dori ham bo'lmasa, kofe bo'lsa, yetarli darajada kofe ichsak, balkim o'sha boshimizdagi, miyamizdagi muammoni hal qilamiz va bosh og'rimiz o'tib ketishi mumkin. Ya'ni aslida kritik fikrlash deganda nima deganda aynan shu kabi yondashuv to'g'risida gaplashamiz. Shablonlarni buzishni bir кейsi to'g'risida gapirib bermoqchiman. Deylik, biznesda bitta ko'rsatkich olamiz. Bu ko'rsatkich mijozi narxi, CAC deyiladi, ya'ni Customer Acquisition Cost. Ya'ni har bir biznesda har bir mijoz pul turadi. Ya'ni mani biznesimda deylik, mana men trening o'taman. Mani biznesimda bitta mijoz olib kelish narxi deylik $100. Bu degani men hozir $1000 ishlatsam reklamaga, marketingga va 10 ta mijoz keladi degani o'rtacha. Endi mani mijozim narxi $100 men uchun deylik qimmatli qilyapti. Oddiy shabloncha fikrlashda tadbirkor nima ish qiladi? Shabloncha fikrlashda tadbirkor, qaysidir tadbirkor ko'proq pul ajratadi, men $100 dan ko'proq pul olib kelaman deydi. U ham bir to'g'ri yondashuv aslida. Deylik, qaysidir mijoz aytadi, yoki qaysidir biznes aytadi, menga mijoz juda qimmatga tushyapti, men kamroq ishlataman reklamaga yoki bu biznes turini yopaman, menga ko'tarmayapti deyishi mumkin. Har xil yechimlar bor, lekin maqsad bo'lsa-ki, mijozni narxini tushirish. Nima qilgan bo'lar edingiz? Shabloncha fikrlashda bunga yechim topish juda qiyin. Agar biz to'g'ri kritik fikrlash orqali bunga yechim topmoqchi bo'lsak, nima ish qilamiz? Biz dekompozitsiya qilamiz, haligi tomirga o'xshab bo'lib tashlaymiz. To'xta, menga bitta mijoz $100 tushyapti. Endi xodimlar bo'yicha, ya'ni sotuv menejerlari bo'yicha bo'lib tashlaylik. Sotuv menejerlari bo'yicha bo'lib tashlasak, qanaqa bo'lar ekan? Hamma bir xil sotmaydi-ku. Demakki, bu yerda nima? Bu yerdaki qaysidir sotuv menejerim, zo'r sotuv menejerim, deylik, menda 10 ta sotuv menejerim bor desak, qaysidir sotuv menejeri menga $50 ga olib kelib beryapti mijoz. Nimaga? Chunki unga marketing bo'limi tushirib bergan potensial lidlarni, ya'ni potensial mijozlarni deylik ko'proq обработка qilib, yaxshiroq, samaraliroq sotyapti. Unga bu $50 tushyapti. Chunki men agar shunchaki shabloncha fikrlasam,
man hamma menejerlarga bir xil tushirib beraman adolat nuqtai nazaridan lidlarni, marketingdan tushgan lidlarni. Demakki nima bo'lyapti? Har bir menejerim har xil narxga menga mijoz olib kelayotgan ekan. Qaysidir menejerim menga $50 olib kelyapti, qaysidir biri $100, qaysidir biri balkim $200 olib kelyapti. Demak, nima qilishim kerak? O'sha byudjet bilan, o'sha deylik oylik marketing ishlatadigan byudjetim bor. Faqat ko'proq, ya'ni arzonroq olib kelayotgan menejerimga ko'proq lid yuborsam-da, chunki u zo'r обработка qilyapti. Qimmatroq olib kelayotgan menejerim yoki u bilan xayrlashaman yoki unga kamroq lid beraman. Shunda menga o'sha pulim bilan, o'sha marketing pulim bilan qo'shimcha bir tiyin xarajat qilmagan holda men mijozimning narxini $100 dan $80 ga tushira olaman. Bir tahlil qilib ko'raylik. Hozir men nima qildim? Men qo'shimcha xarajat qilmadim. Men odamlarning sonini oshirmadim, sonini tushirmadim. Men faqatki to'g'ri kritik fikrlash orqali, muammoim qayerdaligini o'rganish orqali men yechim topdim. Va biznesda bunaqa yechimda, men o'ylayman faqat biznesda emas, hayotda, ya'ni biz ko'proq bar biznes bo'yicha gapirganimizga, biznesda bunaqa yechimlar juda ko'p. Sizni xarajatingizni oshirmagan holda faqatgina kritik fikrlash orqali siz o'zingizni biznesingiz samaradorligingizni oshirishingiz mumkin. Faqatgina mana shablon degan narsani miyamizdan olib tashlashimiz kerak. Hozirgi videodan olayotgan qanaqadir keyslar bo'lsa, insaytlar bo'lsa, kommentariyada ulashing. Undan ham ko'proq keyslar, insaytlar olmoqchi bo'lsangiz, shaxsan o'zim bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilmoqchi bo'lsangiz, Full Contact loyihamizga ulaning. Full Contact loyihamizda har kuni 2-3 ta audio yoki video formatda ilm ulashamiz. Vaqti bilan Zoomda uchrashuvlar qilib turamiz. Yana ko'p bonuslar taklif qilib turamiz. Aytgancha, birinchi 7 kuni bepul. Yopiq gruppamizga ulash uchun kommentariyadagi havolani bosing. Eng zo'r kommentariy sohibiga Full Contact loyihamizda 3 oylik bepul obuna sovg'a qilamiz. Manzarani qaranglar, manzarani. Ajoyib, juda chiroyli. Çok go'zal. Ichida bo'lish undan ham go'zal. Hozir biznesni marketing qismini gapiryapmiz, keyinchalik yana boshqa qismlarni ham ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Marketing qismini hozir yana davom etadigan bo'lsak, yana nima kelib chiqyapti? Yana nima qilish mumkin marketing qismida? Deylik, CGM degan jarayon bor. Customer Journey Map deydi. Ya'ni bizda bitta mijozimiz kelishi bor bizda. Misol uchun marketingga xarajat qilayotganimizda, marketing nuqtai nazaridan bizda mijoz boshida bizni brendimizni tanish kerak. Keyin tanish kerak degan, mana misol uchun kimdir hozir bizdan ko'ryapti, shu ko'rsatuvni ko'rayotgan, meni tanimaydi. Birinchi etap tanish kerak. Mana shunaqa Alisher Isayev degan inson bor ekan degan tanish etap bo'ladi. Keyin varonkada, marketing varonkasida qiymat yetkazish bor. Ya'ni meni misolimni gapiradigan bo'lsak, o'zi Alisher Isayev tanishga tandik, o'zi nima qiymat bera oladi deganiga, mana hozir balkim qisman siz shu qiymat berishni tushunarsiz. Ya'ni men fikrlash orqali, to'g'ri tahlil qilish orqali biznesni to'g'ri boshqarishni o'rgatish bilan shug'ullansam kerak deb o'ylayman o'zim. Endi bunga o'zingizlar baho berasizlar. Ya'ni keyin qiymatni yetkazishingiz kerak. Ya'ni qaysidir brendni qiymatini yetkazish bilan shug'ullanishingiz kerak. Keyin proba qilib ko'rish kerak. Ya'ni sizni qaysidir balkim mahsulotingizni yeb ko'rish kerak, ichib ko'rish kerak. Meni misolimda qanaqadir balkim mini treningimni ko'rish kerakdir balkim. Keyinchalik xarid qiladi. Keyin xariddan keyin qayta xarid qilish bilan shug'ullanadi. Qayta xariddan keyin tavsiya qilish bilan shug'ullanadi. Ya'ni o'zi marketingning butun qanaqadir yo'li bor, varonkasi bor. Shu varonkani inobatga olgan holda qarang, men hozir marketing so'zi deb shabloncha fikrlamayapman. Men marketingni harakat qilaman, bosqichma-bosqichga bo'lib tashlashga. Endi shu narsani bo'lib tashladim. Nima deyaptiki, nima bo'lyapti endi? Sizga savol beraman. Siz bir oyda marketingga necha pul ishlatasiz? Deylik, siz bir oyda marketingga $1000 ishlatarsiz. Sizga savol. Marketingga $1000 ni qanchasini siz tanilishga ishlatyapsiz? Qanchasini qiymat berishga ishlatyapsiz? Qanchasini probaga, qanchasini xaridga va hokazoga ishlatyapsiz degan savol bersam, bir raqamlaringizni agar ko'rsangiz, to'g'risi yig'lab olasiz menimcha. Chunki hech qachon bu narsani katta ehtimol bilan tahlil ham qilib ko'rmagansiz. Demakki, agar men hozir
bu narsani ustida to'g'ri fikrlashni boshlasam, shablonimni olib tashlayman, kritik fikrlayman. To'xta, marketing ichida o'zi qanchadan qancha etaplar bor. Men hozir bir nechtasini aytdim, aslida buni ichiga yana bo'lib tashlasa bo'ladi. Har bittasiga men nech pul ishlatyapman, qayerda meni mijozlarim, potensial mijozlarim qoqilib mengacha yetib kelmayapti, qaysinga ko'proq urg'u bersam, men savdogacha, uzoq muddatda savdogacha olib kela olaman. Chunki qisqa muddatdan uzoq muddatda ham o'zini yana dekompozitsiyani bo'lib tashlaydigan joylari bor. Shu yerda men agar to'g'ri ish olib borsam, kichikroq pul bilan, kamroq pul bilan, kamroq budjet bilan ko'proq yana natijaga olib keladigan ishlar qilishim mumkin. Ajoyib qabr ko'rib qoldim. 2016-yilda o'tgan ekan. Qarang kim ekan. 2004-2016. Mana men umrimda birinchi marta shunaqa qabr ko'rnishim. Lekin bir mani hissiyotim ham ketib o'tishim qiyinroq. Lekin shunaqa joy bor ekan. Qaranglar, yana shablonim buzilib ketyapti-da. Shu shablon buzilishi endi savdoga nisbatan ishlatib ko'ramiz. Savdoyimiz tushib ketyapti deylik. Savdo tushib ketsa, nima qilishimiz kerak aslida? Ko'pincha yo narx tushiramiz, yoki nasiyaga beramiz, yoki reklamani kuchaytiramiz. Hammasi shablon. Shablon deganda nima degani? Shablon deganda biznesimizni bir kasaldek qabul qilishimiz kerak. Bu kasal qattiqdir og'riyapti, yo oshqozoni, yo oyog'i, yo boshi va biz dori berishimiz kerak. Shu dorini to'g'ri berish uchun biz to'g'ri tahlil qilishimiz kerak. Lekin hozirgi biznesda biz nima dori qo'limizda bo'lsa hammasini berib tashlaymiz. Ya'ni narx tushirish ham bir dori, nasiya berish ham bir dori. Bular yaxshi, yomon emas. Bular o'zini joyida qo'llanilsa yaxshi. Kerakmas joyda qo'llanilsa bu juda yomon. Demak, biznesni ko'ramiz. Savdo tushib ketdi, do'koningiz bor deylik, shu do'koningizda savdo tushib ketdi. Xudo ko'rsatmasin. Va biz kritik fikrlash uchun to'xtadi deb bo'lib tashlashimiz kerak. Ya'ni qanaqa jarayonlarga bo'lib tashlaymiz? Qani nechta odam kiryapti o'zi menga bugun? 100 ta odam kiryapti. Nechtasi xarid qilyapti? Hammasi xarid qilmaydi odatda. 70 tasi deylik xarid qilyapti, ya'ni 70%. Nech pullik xarid qilyapti? Deylik 100 ming so'mlik xarid qilyapti. Demak, sredniy chekimiz 100 ming so'm. Demak, bir kunlik savdoyimiz 7 million so'm ekan. Ya'ni 70 ta odam 100 ming so'mdan nimadir xarid qilyapti. Demak, 7 million so'mlik savdoyimiz bor. Buni siz har kuni ko'rib turibsiz. Va bu 7 million so'mingiz hozir 5 million so'm bo'lib qoldi. Nima qilasiz? Birinchi qiladigan narsangiz bu chegirma berishni boshlaysiz yoki nasiyani ko'paytirishni boshlaysiz. To'g'rimi, noto'g'rimi? Avvalambor tushunib olishimiz kerak. Ya'ni nimani tushunib olishimiz kerak? O'zi 7 million, 5 million bo'lib qoldi. Nimani hisobiga? 100 ta odam kirardi, 80 ta bo'lib qoldimi? 70% olardi, 60% oladigan bo'lib qoldimi? Yoki 100 ming so'mlik xarid qilishardi, o'rtacha endi 80 ming so'mlik xarid qilishni boshladimi? Buni tushunmaguncha qanaqa qilib skidka berishimiz mumkin? Qanaqa qilib nasiyaga berishimiz mumkin? Buni tushunib olishimiz kerak-ku tegini. Qatingiz og'riyotganini tushunmasdan, nimaga istamaysiz chiqib ketayotganini tushunmasdan dori tiqib olish kerak emas-ku. Shunga o'xshagan narsani tushunishimiz kerak. Har safar qaysidir narsani tahlil qilyapmizmi, qaysidir muammomiz bormi, shablon degan narsani olib tashlaylik. Shu to'g'ri fikrlashni o'rganaylik. Endi bir ajoyib savol beraman, g'alatiroq savol beraman. O'zi nima biznes bilan shug'ullanayotganingizni bilasizmi, yo'qmi? Nimaga bunaqa g'alati savol beraman? Hozir javobini birgalashib topishga harakat qilamiz. Bir tadbirkorimiz bilan suhbat bo'lyapti va bu tadbirkor kiyim ishlab chiqarishadi. Savol beryapman. O'zi nima bilan shug'ullanmasa, kiyim ishlab chiqaryapman. Xo'p, keling sal chuqurlashaylik. O'zi nima qilsangizki biznesingiz o'sadi. O'zingizni kuchli tomoningizni topib oling. Nima bilan shug'ullanayotganligingizni topib oling va keyin shunga qattiq urg'u berishga harakat qilamiz birgalikda.
Sizni brendingiz bormi desam, ha, brendim bor. Zo'r, patent qilingan hamma narsa bor, ajoyib. Endi bu brendingiz nomi nima desam, taniqsiz brend aytyapti. Demak, brendingizni tanitish bo'yicha mutaxassis emassiz. Xo'p. Sotuv bo'yicha balki mutaxassisdir. Qanday sotasiz? Ammo ishlab chiqarish bir 10-15 ta optimchim bor, kelib meni ishlab chiqarish olib ketishadi mahsulotimni. Demak, sotish bo'yicha ham mutaxassis emas ekansiz, chunki sotish shunaqa bo'lmaydi aslida. Ishlab chiqarishdachi desak, yo'q, men ishlab chiqarishni juda yaxshi ko'raman. Men ishlab chiqarish bo'yicha mutaxassis bo'lsam kerak deb aytyaptilar. Zo'r yondashuv. Demak, nima qilishimiz kerak? Biz ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan kompaniya bo'lsak, bizni asosiy qiladigan ishimiz nima? Ishlab chiqarish. Sotish emas, brend rivojlantirish emas. Demak, biz zo'r brendi bor, zo'r sotishi biladigan kompaniyalar bilan shartnoma tuzishni o'rganishimiz kerak. Bu deylik Nike, Adidas kabi kompaniyalarga chiqib, ularga mahsulot ishlab chiqarish bilan ishlab chiqarishimizni taklif qilishimiz kerak. Asosiy ishimiz shu bo'lishi kerak. Shunaqa qilsak, nima deysiz desam, zo'r bo'lardi. Boshim ham qotmasdi, brend rivojlantirishni bilmas ekanman, bekor vaqtim ketyapti, sotishni bilmas ekanman, bekor vaqtim ketyapti, lekin ishlab chiqarishga o'zim ham mazza qilaman va Nike menga zakaz bersa zo'r bo'lardi. Zo'r. Nechta mashinangiz bor deyapman? Bir 70 tami, 80 tami mashinkam bor deyapti. Endi 70 ta 80 ta mashinkam bilan Nike, Adidas kabi, umuman brend kabi mahsulotiga ishlab chiqarib beraman desangiz mahsulotni, bu juda kichkina hajm. Buncha mashinkamni hech qayerga bora olmaysiz, eshigini oldiga yaqinlasha olmaysiz ham. Demak, siz nima bilan shug'ullanyapsiz? Demak, mana biznesim yo'q ekan degan fikr kelyapti. Umuman nima qilayotganinglarni tushunasizlarmi degan savol. Bu savolga javob berish uchun shunaqa qilib, ozgina kritik fikrlash orqali qilayotgan biznesimizni bo'lib tashlab, qaysidir joyda har qayerda mana shunday kutilayotganman deb, shu kuchli tomoningizni rivojlantirishni boshlashingiz kerak. Shundagina o'sha kuchli tomoningizga urg'u berish orqali nima qilishni bilib olasiz. Mana misol uchun hozir tasavvur qiling, 70 ta 80 ta mashinka emasdi, bizda 1000 ta mashinka yoki 5000 ta mashinka bo'lsa, tikuv mashinkasi, nima qilishimiz kerak edi? Biz ertalabdan kechgacha qiladigan ishimiz Nike, Adidas kabi katta brendlarga borib, o'zimizning xizmatimizni taklif qilish bo'lar edi. Lekin biz shu nima qilishni tushunmaganimiz uchun, nima qilayotganimizni tushunmaganimiz uchun biz borib yarim kunimiz Optimda o'tadi, yarim kunimiz yana qayerdadir o'tadi. Xullas 24 ga 7 shug'ullanishimiz kerak bo'lgan narsa bilan shug'ullanishga vaqtimiz ham yetmay qoladi. Kritik fikrlash deganda aynan shu kabi fikrlash to'g'risida gapirmoqchiman. Shuni har bittamizga, har bir tadbirkorimizga, kamida tadbirkorimizga, bu faqat tadbirkorlarga tegishli mavzu emas. Kamida tadbirkorlarimiz shu narsani tushunganda edi, qanaqa zo'r bo'lib ketgan bo'lar edik. Biz odatda kiyim ishlab chiqarmoqchi bo'lsak, kiyim ishlab chiqarishni o'rganamiz. Beton quymoqchi bo'lsak, beton biznesini o'rganamiz. Lekin nimagadir fikrlashni o'rganmaymiz. Nimagadir shablonlardan chiqib ketishni o'rganmaymiz. Chunki biznes boshqarish aslida bu shablonlardan chiqib ketish. Biznes boshqarish bu aslida kritik fikrlash. Biznes qilmoqchi bo'lsangiz, biznes fakultetiga kirish kerak emas. Biznes qilmoqchi bo'lsangiz, siz kimyo, fizika, biologiya va hokazo texnik yo'nalishida o'qishingiz kerak. Nimaga? Bu texnik yo'nalishida sizni fikrlashni o'rgatadi. Laboratoriyaga kirib tajriba o'tkazishni o'rgatadi. Biznes fakultetida sizga franshiza bu nimaligini o'rgatadi. Biznes fakultetida marketing nimaligini o'rgatadi. Yodlab olasiz, zo'r terminlarni biladigan inson bo'lib chiqasiz. Lekin fikrlashni o'rganmagunizcha siz hech qachon biznesni yurg'iza olmaysiz. Bay. Qanday go'zal. Ustozim Mirzakarim Norbekov sahifalarida bir narsa ko'rib qoldim, bir keys ko'rib qoldim. Endi yaxshi ma'noda shu keysni o'g'irlab sizlarga yetkazib bermoqchiman. Zo'r gap gapirdilar. Xodim, endi o'zimcha boshqacha so'zlar bilan yetkazmoqchiman fikrni.
bog'da, mana bog'da ahamiyat bersanglar, mana shu kabi daraxtlar bor. Zo'r daraxtlar o'syapti. Lekin ahamiyat beringlar, nimaga shunaqa ajoyib o'syapti? To'g'ri KPI qo'yganimizga o'sib ketyaptimikan? Yoki ish yo'riqnomasini, ya'ni qanday o'sish kerakligini tushuntirganimiz uchun o'syaptimikan bu daraxtlar? Balkim shunchaki yaxshi ko'rib parvarish qilib turganimizga o'syapgandir. Va xodimlarni boshqarishda ham hamma bergan shablon, KPI, ish yo'riqnomasi, yana qanaqadir shablonlar orqali emas, xodimlar boshqarishda ham shu tabiatga qarab qanday boshqarish kerak o'sish uchun degan to'g'ri xulosa chiqarishni bilishimiz kerak. Ya'ni yana kritik fikrlashni yana bir yondashuvi bu tabiatga qarash. Tabiatda qilayotgan ishimizni har bittasiga u yoki bu ko'rinishda yechim bor. Faqat shu narsani ko'ra bilishimiz kerak. Atrofimizda, hammaning atrofida karomat bor. Faqat kimdir bu karomatni ko'ra oladi, kimdir ko'zi, qulog'i, qalbi ko'rdir. Bizning vazifa doim to'xtamsiz o'sishga harakat qilish. Joyda turadigan biznesda bo'lmaydi. Joyimda turibdi deganingiz ham o'lyapsiz degan aslida. Hammaga istisno yo'q, hammaga tegishli. Shu jumladan aytaman, menga ham tegishli. Men biznes modelimni o'zgartirmasam, ertaga men bozordan chiqib ketaman. O'zi ikkinchi biznes kursda o'qishim, birinchisi ham zo'r natija bergan. Endi bularga kelayotganimda xo'jayinim o'rtoqlari, "Voy, o'tda milliardlar haqida gaplashishadi, voy, menga o'sha milliardni bilimi kerak, xo'p" deb kelganmiz. Miyam portlayapti. Shunchaki biz o'zimni biznesmenman deb yurgan ekanman, lekin hozirgi olgan bilimlarimizdan, keyslarimizdan hali misol biznesmenlarda o'qishini misol 1 dan 10 gacha baholasak, o'zimni 0 man ekan deb bildim. Hozir ketga kelib 0 man ekan deb bildim. O'sha abedgacha vashi fikrim olib ketdi. Boshqa alg'ov-dalg'ov unaqa qilaman, bunaqa qilaman. O'sha bo'ladi. 3 ta do'kon bor-ku, vaqtim yo'q, to'xta savdoga o'tiray, undan ko'ra o'zim bo'lsam savdo zobal yo'q. Men siz ham sistemалashtirsa savdo bo'laverar ekan. Chunki bizlarsiz ham shuncha narsa bo'lyapti-ku. Xudo xolasa 21-dasturimiz 1-noyabrda boshlanyapti. Kimdir hali yozilmagan bo'lsa ulgurib qoling. Biznes qilayotganda butun dunyoni qaraydigan bo'lsak, butun dunyoda turklar bor. Har bir davlatda qaysidir turk biznesi bor. Xitoyni ko'rishimiz mumkin. Har bir davlatda qaysidir xitoylik baribir biznes qilayotgan bo'ladi. Lekin o'zbeklar dunyoda biznes qilish nuqtai nazaridan, tadbirkorlik nuqtai nazaridan biz deyarli yo'qmiz. Bordirmiz, bir 10 ta 20 ta davlatda bormiz, lekin dunyoda 200 dan ziyod davlatlar bor. Tasavvur qiling, siz Chilonzorda yashaysiz. Chilonzorda deylik, kimdirni xafa qilib qo'ymoqchi emasmiz. 20-kvartalda yashaysiz va qaysidir ko'chani 5-domida yashaysiz. Bir 2-3 ta podyezdli domda yashaysiz deylik. Endi biznes qilmoqchisiz va biznes qilish nuqtai nazaridan siz aytasiz, men tadbirkor bo'lmoqchiman, shu qarorga keldim deyapsiz-da. Faqat bitta narsa deyapsizki, men faqat o'zim yashayotgan podyezdimda mahsulotimni chiqazib sotaman deyapsiz, yo xizmatimni sotaman deyapsiz. Nimaga boshqa joyda Toshkentda sotmaysiz desam, endi u yerda avtobusga o'tirish kerak yoki mashinaga o'tirish kerak, benzin bor, yo'lda gay ushlab olish mumkin yoki yo'lda nimadir sodir bo'lishi mumkin. Diskomfort deyapsiz xullas. Men o'zimni podyezdimda yashayotgan domimni podyezdida biznes qilsam menga yetarli deyapsiz. Agar Toshkent shahari butun dunyo deb qabul qilsak, O'zbekistonda biznes qilish bu o'sha qaysidir Chilonzordagi domni qaysidir podyezdidan chiqmaslik. Ya'ni agar Toshkent misolni keltirsam, siz aytasiz, конечно, g'alati-ku deysiz. Biznes qilayotganga yarasha nimaga Chilonzor boshqa kvartallariga mahsulotimni sotmayman? Nimaga Yunusobodga chiqmayman? Nimaga boshqa rayonlarga chiqmayman deb tabiiyki to'g'ri savol berasiz. Lekin dunyoga kelganda nimaga faqat O'zbekistonda biznes qilasiz? Nimaga
siz dunyoga chiqmaysiz, nimaga boshqa davlatlarda biznes qilmaysiz, nega boshqa davlatlarda filiallar ochmaysiz yoki hamkorlar topmaysiz deganda nima deysiz? Oldin O'zbekistonni eplab olaylik deysiz yoki men o'ylab ko'rmanman deysiz, yoki o'tga bilet sotib olish kerak deysiz yoki viza kerak u bormoqchi bo'lgan davlatimga yoki kimga kerakman men u yerda deyishingiz mumkin va hokazo. Millionta bahona bor. Bahona bo'yicha kitob yozsangiz, menimcha bestseller bo'ladi. Asahiyda zo'r sotilishi boshlasa kerak. Tadbirkorlarning bahonasi degan kitob. Aslida biz biznes qilayotganda sal miyamizni ochishimiz kerak, sal kengroq fikrlashimiz kerak. Ya'ni dunyoga chiqmasak bo'lmas ekan degan xulosaga kelishni boshlashimiz kerak. Chunki biz juda kichkina bozorda ishlaymiz. Dunyoning yalpi ichki mahsuloti $100 trillion. 100 trillion dollar. Ya'ni O'zbekiston iqtisodiyoti esa $100 milliard dollarga yaqinlashyapti. Ya'ni dunyoning iqtisodiyotini 0.1% ham emas. Mayli 0.1% bo'lsin ham. Ya'ni juda kichkina bozorda ishlab katta tadbirkor bo'lib ketishimiz qiyin. O'zbekistonni chet el davlatlarida tadbirkorlarimizni sonini oshirib, zo'r tadbirkorni tanitishni boshlashni xohlar edim juda ham. O'zbekistondan boshqa davlatlarga chiqib ishchi bo'lib chiqmaylik. U yerga harakat qilaylik, tadbirkor bo'lib chiqishi va tadbirkor bo'lib chiqish uchun hech nima xalaqit bermayapti. Faqat shu shabloncha fikrlash, faqat shu miyadagi cheklovlar. Sog' bo'linglar, yana boshqa ko'rsatuvlarda inshaalloh suhbatlashamiz.